8-sinf kitobi 39-mavzu ko'rib chiqamiz. 39-mavzu nerv sistemasi bilan ajrashadilar. Nerv sistemasi, nerv to'qimasi. Ikki xil joyda tashkil topgan bo'ladi. Neyron va neyrogliya tashkil topgan. Neyrogliya neyronlarga nisbatan 10 barobar ko'p bo'ladi va uning o'sishi, rivojlanishi va shu kabi vazifalar bajarishini ta'minlab beradi. Neyronlar ikki xil o'smalardan tashkil topgan. Birinchisi akson, uzun o'simtasi akson va kalta o'simtasi dendritdan tashkil topgan. Akson so'zining ma'nosi yo'lovchi aksos olingan bo'lib, o'simta degan ma'noga keladi. Dendrit so'zining ma'nosi dendron, daraxt so'zidan olingan bo'ladi, daraxt degan ma'noga keladi. Akson nerv qobiq bilan, ya'ni oqish, yoqsimon qobiq bilan qoplangan bo'ladi. Demak, sinaps, ya'ni sinapslar bo'ladi. Bitta neyron orasida 1200-1800 ta sinaps bo'lishi mumkin. Sinaps bu tutashuv hisoblanadi, ya'ni tutashuv vaqtida sinaps ikkita membrana orasidagi tirqishdan mediator suyuqlik ajralib chiqadi. Ya'ni nerv impulslarining birinchi neyrondan ikkinchi neyronga o'tishi bu sinapsning tutashuv bo'ladi. Xo'p, neyronlar uch xil bo'ladi: sezuvchi, harakatlantiruvchi va oraliq, ya'ni oraliq neyron ikkinchi nom, interneyronlar hisoblanadi. Nervlar ham uch xil bo'ladi: sezuvchi nervlar, harakatlantiruvchi nervlar va aralash nervlar bo'ladi. Sezuvchi nervlar dendritlardan, ya'ni kalta o'simtalardan tashkil topgan. Harakatlantiruvchi nervlar esa uzun o'simta, ya'ni aksonlardan tashkil topgan. Aralash nervlar ham akson, ham dendritdan tashkil topgan bo'ladi. Nerv sistemasi o'zi ikkiga bo'linadi. Asosan avtonom va somatikka bo'linadi. Avtonom nerv sistemasini o'zi ikkiga bo'linadi: simpatik va parasimpatik. Demak, nerv sistemasi avtonom va somatikka bo'linadi. Avtonom nerv sistemasi bu o'zini boshqarish hisoblanadi. Ya'ni misol uchun bunga yurakni misol qilsak bo'ladi. Yurak bizning ixtiyorimizga bo'ysunmaydi, ya'ni o'zi uraveradi. Somatik esa tanadagi muskullarni misol qilish mumkin, misol uchun qo'l muskuli, oyoq muskuli misol qilish mumkin. Bu bizning ixtiyorimizga bo'ysunadi. Demak, avtonomga qaytamiz. Avtonom simpatik va parasimpatikka bo'lindi. Simpatik nervlar ko'krak va bel qismi, ya'ni orqa miyani ko'krak va bel qismini chiqadi. Parasimpatik nerv esa bosh miyaning quyi qismi va orqa miyaning dumg'aza qismidan chiqadi. Shu simpatik va parasimpatik nervlar organizmda bir necha jarayonlarni kuchaytiradi va susaytiradi. Simpatik nerv asosan barcha jarayonlarni kuchaytiradi, faqatgina hazm qilish jarayonini va siydik ayirish jarayonini susaytiradi. Parasimpatik esa shunga teskarisi. Deyarli juda ko'p jarayonlarni susaytiradi, faqatgina siydik ajralishi bilan ovqat hazm qilishni kuchaytirib beradi.